Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz R-Class bo'ladi. Mashinamiz 2006-yil ishlab chiqarilgan, 262 ming kilometr bosib o'tgan. Mashinamiz pnevma podveskada va panorama tomda. Motori, ходовой, korobkasi, elektronikasi ideal holatda, hattoki moylargacha, korobkani moylargacha almashtirib qo'yilgan, krugovой tonirovka propallargacha bor. Narxini sirasi aytaman, narxi 16500 AQSh dollari. Mashina bilan mashinaning farqi bor. Mashinamiz ideal holatda. Mashinani bitta ko'ramiz. Mana turishini qaranglar. Mashinamiz освещить qilingan, juda ham chiroyli svetga, ya'ni темный baklajanoviy svet. Xo'p, Dubaydan bunday diskalar, raznashirokий diskalar olib kelib taqilgan. Yangi 4 ta balon, 60 gradus kamera, krugovой tonirovka, panorama tom etib o'tganimdek mashinamizning hattoki propani ham bor. Orqa rakursini bitta ko'ramiz. Двойной выхлопной sistema, elektro bagaj va noodatiy faralar. Sizlar bilan endi bitta interyerni ko'ramiz. Interyeri juda ham chiroyli. Mashinamizda полный bejviy salon, birinchi qator, ikkinchi qator va uchinchi qator. Mashinamizda 7 местный elektropaket, полный sidenlarimiz, полный mashinamizda akvaprint qilib qo'yilgan, o'zining monitori, Android qo'yib qo'yilgan, 360 gradus kamerasi, klimat kontroli, abagrev abduflari bor. Xo'p, avtomat korobka, multifunksional rul, cruise control, podъемникlar, bakoydan boshqaradigan rejimli, детский rejimli. Mashinamizda полный full option okalar. Aytib o'tganimdek, bez vложения. Mashinaga kamida 1,5 mingdan oshiqroq pul tiqib qo'yilgan. Narxi 16500 AQSh dollar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mercedes-Benz R-Class.